Kapitalizm ve Uygurlar. Bizge pul kerak. Zozungtang Şinjan'ı alganda 20 milyon sarxashlab ekan. Mush kunni berib Sharq Turkistonni ozod qilamiz desek, nechilik pul keta? O'rta asrda Hun, Avar, Turk, Uyg'ur va Mong'ol qatorliq yaylaq imperiyalarini qudratli qilgan narsa ot edi. Yaqinqi zamonda Yevropani qudratli qilgan narsa qoral. Amdilikda har kimni qudratli qilayotgan narsa pul bo'lyotidi. Germanlar va Yaponlar qurolda yengilgan edi. Pulning kuchi bilan qayta o'ri turdi. O'z vaqtida İsrailiya davlati xavf ostida qolganda Jovotlarning puli qutuldirib qolgan. Jovotlar hozir pul bilan bir İsrailiya emas, balki butun dunyoning siyosat va iqtisodiga bo'yinturuq sevyotidi. Xitoy echvetish siyosati bilan boy bo'ldi. U harbiy jihatda xuddi bir qora bulutdek ejderha bo'lsa, uningga qarshi otlangan biz Uyg'urlar xuddi bir kichik askar. Biz chet elda yashayotgani shuncha yil bo'lib ketdi. O'qiganlarimiz ishlab bilib maosh bilan, pul ko'tarib chiqqanlarimiz yeb ichib, qolganlarimiz tilamchida yashayotimiz. Boshliqlarimiz ta bugungacha NDDning biza puliga qarab, ya Sharq Turkiston deyamay, ya mustaqillik deyamay, duduqlab yurdi. Bir konferans açar bo'lsak, tilamchilik qilishga majburmiz. Biz qachon boy bo'lib, xalqning bergan puliga qarab so'z qilmaymiz. Boshqalarning kuchi bilan vatan ozod bo'lmaydi degandek cho'ng gaplarni qila oladigan bo'lamiz. Bizni g'albiga opiradigan narsa bilim va pul. Bizga pul kerak. Afsuski, bizda texcha pulga berilish numus deydigan konu sotsialistik ideyaning qoldiqlari o'rinliqimizga ruhiy ozuq bo'lib yetibdi. Nurg'unlarimiz pul tepib boy bo'lay deb qat'iy niyatga kelishning o'rniga ishlab kirib bolalarimni boqay deb o'tgan kunimizga rozi bo'lib yashayotimiz. Bu pullarning ba'zilarini oldirmay topsaqmi, ba'zilarini degan vaqtiga ulgurib vujudga keltirmasak, vaqtimiz bakmichaklik. Demak, pulga sal qaraydigan bo'lsak, jiq ishlarimiz qisqasi iqtisodiy bazasimizning ojizligidan amalga oshmaydiganligi aniq turibdi. Biz burun namoyishga chiqish bilan shikoyat qilishdan boshqasini bilmaydik. Mushu 20 yil ichida jiq narsalarni o'rgandik. Kurtlar va chechenlar uya bu yerda terrorlik qilib qo'yib, xalqning nazaridan tushib ketdi. Erkin Aliptekin başlagan lobbychilik Uyg'ur davosini g'arb demokratiya sahnesida tinch yo'l bilan kurash qilayotgan bir munavvar kuchga aylantirdi. Rabia Qodir Uyg'urlarni Xitoyda kommunistlarning zulmi va assimilyatsiyasiga taslim bo'lmaydigan bir dushman millatga aylantirdi. G'arbning Tibet mustaqillik orzusiga Sharq Turkiston otliq bir qo'shkizak qo'shildi. Biz ishlarimizning kelgusi 10 yil, 50 yil va 100 yilning nersida qanday qilish kerakligini o'yladigan bo'ldik. Hozir Uyg'urlar ishki va tashqi ikki yoqdan yo'qolishga duch kelyapmiz. Vatan ichida yo'liqayotganimiz issiq qirg'inchilik. Chet ellarda yo'liqayotganimiz so'g'uq yo'qolish. Vatan ichida bo'layotgani qonliq o'lim, sirtida bo'layotgani jimjit assimilyatsiya. Chet ellarda bizga berilgan suruk aran 50 yil. Bu reallik bizni millatni qutuldirish bilan birga o'zimizni saqlab qolishdan iborat har ikki saf uchun kurash qilishga ittiryotidi. Bizning chiqish yo'limiz ve ülgümüz bilim, kapitalizm ve demokratiya yolunu tallap heligiçe saq turvatkan İsrailiya, Tayvan, Koriya
ve Hong Kong'daki uşak devletler. Şunun üçün doktor buluş, milyoner buluş ve demokratiyeleşiş bizning sözsüz ali gayemiz. Bularning ichida Uyg'urlarni iyilik tiklab milyoner buluşqa harakatlantirish, o'zimizni ozod qilish, millatni ozod qilish ve vatanni ozod qilish jengining iqtisodiy bazasi. Bizning kundalik hayotimizda oilamiz uchun, davoirlarimiz uchun, maktablarimiz uchun, masjidlarimiz uchun, medeniyet hareketlerimiz, faaliyetlerimiz, merkezlerimiz uchun, Uyghur mahalleleri uchun ve her türlü ictimai faaliyetlerimiz uchun hammasiga pul kerak. Şunun uchun bu yerda pul tepib boy bo'lishni, vatanparvarlik ko'rishi deydigan bu ideyani xalqimizga tengishimiz, ilhomlantirishimiz ve atlandırışımız kerak. Mening demoqchi bo'layotganim darhol bir ruhiy inqilob qo'zg'ab, millatning xarakterini o'zgartib, hamma Uyg'urni otishliq yoki juhudlardek pulxumor, savdogar, shirkatchi va kapitalist qilib etishimiz kerak. Biz birer millatni jang uchun, davo uchun otlanibdi deb anglagan. Ammo bir millatni tijorat uchun otlanibdi deganni anglab boqmagan. Endi biz atlanamiz. Václav Havel munda degan. Buningdan keyin insonlar faqat angliq tanlash orqali, planliq siyosat orqali saqlanib qola oladi. Biz cho'nglar millatni qayoqqa boshlasak, ballar shu yoqqa mangadi. 1860-yillarda 15 ming Xitoy Amerikaga temir yo'l yasashga kelgan edi. Ular qo'rqanchoq, qo'lida birdan chaydi. Pul topsam oshxona ochaman degandan boshqasini bilib o'ylamadi. Hozir ularning orzulari to'liq amalga oshdi. Mushu kunda bir kim Xitoy desa, odamning ko'ziga bir oshxona ko'rindi. Ikkinchi dunyo urushida juhudlar qochganda Amerikaga borsak, banka ochimiz, egilik tiklaymiz, pul topamiz deb niyat qilgan. Demek 50 yılga bormay ularning orzulari amalga eshib, New Yorkning iqtisodini qo'lga oldi. Mushu kunda bir kim juhud desa, odamning ko'ziga pul ko'rindi. Mushu kunlarda 100 ming dollar bo'lmasa bir oila bo'lmaydi. Milyon dollar bo'lmasa bir Uyg'ur uyi selinmaydi. 100 milyon dollar bo'lmasa bir Uyg'ur mahallasi qurilmaydi. Milyard dollar bo'lmasa vatan ozod bo'lmaydi. Agar iyilik tiklashga atlanmay, bilimga atlanmay ve demokratiyalashmay mushu yurishimizni mang'iversak, 50 yil ichida vatanni ozod qilish bu yoqda tursin, o'zimizmi tugab bo'lamiz. Mushu asr ichida dunyoda ko'pincha millatlar assimilyatsiya bo'lib tugaydi. U tizimliklarning hammasi o'qishni rad qilgan, kapitalizmni rad qilgan, kambag'al, qaloq millatlar. To'g'ri, u kunlarga borganda aramizdan undaq milyon dollarni topganlar chiqsa-mu, baribir Uyg'urchini unutib bo'lgan Uyg'urlardir. Programma. Egilik tiklash inqilobi xuddi bir anglashqa kulkulik, amaliyotga sig'maydigan ve Müslüman Uyg'urning qo'lidan kelmaydigan bir xiyoliy fantaziya. Ammo biz bu planimizni bir cho'ng strategiyalik programmaga kirgizalisak, butunlay amalga oshadigan bir ish bo'lib, Germaniya, Yapon, Singapur, Tayvan, Koreya ve Xitoylarning ko'tarilishi 20 yilga bormagan. Biz ulardan tez ko'tarilib ketamiz. Biz uchun ko'z yetkizsiz ko'ringan u manzil jahon iqtisod dengizida bir kichik ko'l. Chunki biz hozir kompyuterlashgan ve globallashgan bir ajoyib davrda yashayapmiz. Cho'ng o'ylamag'icha cho'ng ish chiqmaydi. Bizning chaqiriqimiz bir savoblik cho'ng jihad. Bizga tashlangan bu sinoq bir bilim, idrok ve irodaning birlashmasi. Ko'z oldimizda ikki manzil ko'rinmoqda. Birisi ichimizda darhol bir kapitalizm inqilobini qo'zg'ab, bir qudratlik milliy qo'rg'onni qurib olish. Agar
Bu deganlarimiz bir quruq gap bo'lsa, undaqda mushu kunlarda qilayotganlarimiz nimaga tang? Egilik tiklash inqilobini qo'zg'ash, ziyolilarning mulohizasi, liderlarning chaqirig'i, tashkilotlarning uyushtirishi, o'lmalarning fatvosi va iqtisod egalarining boshlashi bilan boshlangani bilan haqiqiy ish har bir dollar bilan va har bir shaxsning kuchi bilan boshlandi. Ko'pinchimizda va yoki butun millatimizda bundaq bir inqilobni qo'zg'ashga ruhiy tayyorligimiz yo'q. Dunyoda ba'zi millatlarning bosh ko'tarishida ma'lum bir turkilik cho'ng kuch rol o'ynagan. Masalan, Jahongirlarni bayqagan narsa bulangchilik. Juhudlarni aqlli qilgan narsa xo'rliq. Arabni bayqagan boyliq neft. Sharqi Osiyoni bayqilgan davlat Amerika. Bizni bayqilgan yo'l iqtisodiy programma. Iqtisodning taraqqiy qilishi, davlatlarning boy bo'lishi, xalqning turmush saviyasining ko'tarilishi yer sharining umumiy qadami. Hozir Afrika poytaxtlarimi 50 qavatlik binolarga to'shib ketdi. Bizning chet ellardagi barliq Uyg'urlarni millioner qilish xiyolimiz bir xil utopiya emas. Bizning ahvolimiz bir ayrim kategoriya. Bizning bu kapitalistik programmamiz boshqa millatlar qilib boqmagan bir sun'iy, planliq va tashkillik harakat. Dunyoda dang chiqargan millatlar ko'p emas va har birisi birdan o'xshamagan cho'ng ishlarni qilib bosh ko'targan. Biz bu dunyoga qirilib tunildik. Endi ejderhaga qarshi jang qilib dang chiqaramiz. Her bir Uyghur milyoner buluş ve doktor buluş bizning oliy nishonimiz. Bu lozungini tamning har qanday yerga esib qo'ysa yarışıdır. Ammo uni tamdan elib üstel üstiga qo'yib, rast bir ish planiga kirgizish boshqa bir masala. Bularni tashkillik qilgan bilan qilmaganning, siyosiy darajaga ko'tarib qilgan bilan qilmaganning farqi cho'ng. Juhudlar 100 yilda yetgan manzilga biz programmalashtirish yo'l orqali 10 yilda yetimiz. Undaqda bu bir odatdagidek faoliyat emas, balki inqilob. Agar mushkullarda xalqam İstanbulga kelib, "Ey Uyg'ur uyg'on" desa, yotgan yerimizdan qo'pib, nima ishlarni qilamiz? U zamonlarda qilish qalqonni ko'tarib chiqib, bosh ko'zimizni yordar qilib botir bo'lgan edik. Amdiki janglar aql, bilim ve plan bilan bo'ladı. Shaxsiy terikchilik. Biz targ'ib qilayotgan bu egilik tiklash inqilobi oldi bilan har bir Uyg'ur oilasini millioner qilishni maqsad qiladi. Bizga boy Uyg'urlar, boy tashkilotlar va boy liderlar lozim. Biz bir sotsialistik davlatdan kapitalistik dunyoga chiqdik. Bu Allah xuddi tijorat va pul tepishning ham imkoniyatlari to'shib bo'lgan bir har o'g'isi. İş tapalganlarımız chiqib boshqalarga maoshga ishlayapmiz. Cho'ng foydani xo'jayinlar oladi. Vaqtimizning ko'p qismi dollarga qul bo'lib o'tdi. Mana yeshimiz 50 dan oshdi. O'ylab baqsaq, biz bu kapitalizm kalkunidagi bir yopurmaq ekanmiz. Dunyoda millionerlar 50 milyon sani bo'lib 40% Amerikada yashaydi. Bu yerda ahlarning 7dan biri millioner. Her 100 ming odamning beshiga chashqanda millionerlar Shveysariyada eng ko'p bo'lib 9426. Hong Kongda 6917. Amerikada 5671. Türkiye'de 113. Xalqimizdan faoliyatlarga qatnashayotganlar aran 10%. Qolganlari namoyish, yig'in, i'ona degandek alvonlardan qechib kamayyapti. Ularga qahramon liderlarimizning jangovar chaqiriqlariga qaraganda o'zlariga naf keladigan ba'zi amaliy narsalar a'lo. Bizning Uyg'urlarni boy bo'lishga chaqirganligimiz hargiz jamoatni siyosiy faoliyatlardan va o'qishdan tortqinimiz emas. Aksicha uning önemi nechasi bo'ladi. Biz Uyg'urlar kambag'al.
Bizning da'volarimiz asosan kambag'allarning shikoyatlari. Nurg'unlarimiz hatto uyning kirasini to'layolmaydigan holatda yashayapmiz. O'g'illarimizni o'ylayamay, qizlarimizni yotlab bulab ketib bordi. Aramizdagi qisman pulga setilib jasuslik qildigan, iyoniga xiyonat qildigan, ikkinchi xotin bo'lishga rozi bo'ldigan, qora niqobga yo'ginib oldigan va hatto o'g'irlik, aldamchilik va bulangchilik manganlarning tüp jiltizi shu kambag'alchilik va shaxsiyatchilikdan kelib chiqqan. Bundaq axlat chava ishlar boy millatlarda oz uchraydi. Millionerlik bir o'g'inish, aql, tirishchanlik va fursatning natijasi. Boshqalarga ishlab ezilayotganlar va kambag'allar oldi bilan o'qishga qiyriq, intilishga o'rin odamlardir. Xonning ustida ishlaydiganlar bilan ostida ishlaydiganlar o'xshash 8 soat ishlaydi. Ustidagilar kallasini ishlatsa, ostidagilar puti qo'lini ishlatadi. Bizning maqsadimiz umidsiz, dardman va o'rin bo'lib ketgan xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlash, ilhomlantirish va boy qilish. Kim boy bo'lishni xohlamaydi? Ammo nurg'unlarimiz timsiqlab bir yo'lni topolmay yuribdimiz. Agar biz tashkilotlar qo'llab turadigan, qarindoshlar o'rtoqlashadigan va boylarimiz yetaklaydigan bir yangi muhitni yarata olsak, xalqimizning xarob holati uzunga bormay o'zgarib, bilimlik, quruq gapni oz qildigan, oldirash, ruhliq va qudratlik bir millatga aylandi. Albatta, bir odam tirishqandan bir nechimiz hamkorlashgan afzal. Hamkorlik shirkatlar, cho'ng kooperativ va trustlarga qo'shilgani texmi afzal. Agar biz egilik tiklashni bir planliq milliy harakatga aylantira olsak, o bir misli ko'rilmagan mo'jiza bo'ladi. Tashkilot va liderlarimizning roli. Bizning bu programmamizning xarakteri bir tashkillik harakat. Demak, tashkilotlarimiz uyushtirmasa amalga oshmaydigan bir harakat. Bizning hozirgi tashkilotlarimiz asosan da'vo tashkilotlari. Bizning liderlarimiz iqtisodni bilmaydi va bizmi ulardan banka ichib berishni talab qilmaymiz. Ammo ularning mas'uliyati bu strategiyani ma'qullash va ijro qilish. Bizning tashkilotlarimizdan talab qilganimiz oldi boshlab jamoatni to'plab, egilik tiklash, pul tepish haqida ba'zi chaqiriqlarni qilishdan ortiq narsa emas. Bu ishlar xalq uchun bir saranga va kirsin bo'lib, uningdan keyingi bu ulug' harakatning boshlanib ketishiga va o'nlab, yuzlab egiliklarning tikilishiga yeshil chiroq bo'lib qoladi. Liderlarimizning 4 eg'iz gapi bu ishni tasdiqlaganligini bildirdi va xalq orasida pul tepishni bir xil qonunliq, vatanparvar va sharaflik ish deb biladigan bir yangi tushunchani paydo qildi. Bir yillari men New Yorkning do'xmishlarida Xitoylar kebab setib, kuniga naq $1000 foyda elvetibdi deb yozsam, ba'zilar siz shundoq bir ziyoli olim turib bizni yana kebab sot deb mazoq qilyapsiz degan edi. Biz xalqni namoyishga, ioniga va namozga chaqiramiz. Nima uchun millioner bo'lishga, doktor bo'lishga chaqirmaymiz? Kapitalizmning magneti kuchli. Bizning tashkilotlarimizdan kutadiganimiz 2-3 yig'in va 4 eg'iz gap. Shu bo'lsa kifoya. Orqadanla ommaning o'zligidan egilik tiklash yo'liga keng ko'lamda atlanganligini ko'ramiz. Pul tepish uchun bosh qotirmayotgan birmi tashkilot yo'q. Lekin bizda hozirgacha bir strategiyalik plan yo'q. O'tganda Erkin Akram Do'xning bu vaqtda bir plani borligini aytgan. Navoda bizning boshliqlarimiz yuqori qatlamdagi ishlar bilan banit bo'lib ketib, tuvandagi biz davatgan bu ishlarga inkas asta va yoki sukut qilib tursa, bizning bu inqilobimiz amalga oshmaydi. Bu imkoniyatni yo'q degili bo'lmaydi. Agar u kunga qolsak, bu ishimizning xarakteri jihatda istihiyalik holda davomlashayotgan normal hayotdan planliq milliy harakat darajasiga ko'tarilmay qoladi. Bir narsa aniqki, biz
Mayli biz kollektiv tadbir qo'llanayli yoki tashlab qo'yayli, xalqimizning kapitalizmga qarab mengishi to'sivog'il bo'lmaydigan bir iqim. Biz erkin olibtekin chaqiriq qilmagandimi Uyg'ur maktablarini o'zimiz ochivergan. Endi ular gap qilmasimi Uyg'ur mahallarini o'zimiz qurayveramiz. Mushundaq odat davomlashaveradigan bo'lsa, Uyg'ur egiliklerini tiklash faoliyatlarini o'zimiz qilaveradigan o'xshaymiz. Ammo shug'unisi sur'at 10 hassa osti bo'ladi. Afsuski jiq ishlarda agar vaqtdan uttirsak, jondan uttirmiz. Agar bir kuni Dünya Uyg'ur qurultayi yoki Uyg'ur Amerika jamiyati bizga dollarchilik tashviq qilib tursa, bu hukmning xato narsa emasligini tunib yetishimiz kerak. Biz boy bo'lish, sharaflik, pul tepish millat uchun degandek yangi ideyalarni qabul qilishimiz kerak. Bu kunlarda bizga bo'yinturuq bo'ladigan markazim yo'q. Millatga nima kerak bo'lsa shuni qilamiz. Ochiq ishlarni qilamiz, maxfiy ishlarni qilamiz. Boshqalar to'g'ri degan ishlarni qilamiz, boshqalar xato degan ishlarni qilamiz. Siyosatni qilamiz, tijoratni qilamiz. Qarindoshlar, mau millat tugab ketib bordi. O'zimizni silkimisak, at o'gin Xitoycha gap qiladigan Uyg'urlar paydo bo'lib, biz lagerda yotdik, sen nimish qilding deb yoqimizni siqidi. Bizda bilimga tashna, pulga tashna va harakatga tashna 100 ming Uyg'ur tayyor turibdi. Shularning hammasini yangi yo'lga boshlash vaziyatning taqozosi va tashkilotlarimizning burchi. Medialarning roli. Amerikaliklar negativ odamdan yiroqdir deydigan bir gap bor. Bir taklifni bersa, yo'q, bo'lmaydi demak o'ng'ay. Chunki undaq deb bo'lib kirib uxlaydi. Ammo ha bo'ladi demak tez. Chunki uni degan odam shu gapning oqisidan ish qilish kerak. Negativ odamlarning qo'lidan ish kelmaydi va ular bilan bir ish qilg'ilim bo'lmaydi. Biz zulm ostida yashayapmiz. Tabiiyki ichimizda tushkunlik, qo'rqanchoqlik, negativlik, johillik va chirikliklar oz emas. Xalqimiz bir chiqish yo'liga va ruhiy ilhomga muhtoj. Medialar jamiyatning ruhiy doktorxonasi. Uning o'rnini bir necha maqola, kitob yoki shaxslarning pand nasihatlari to'ldirib bo'la olmaydi. Aramizda hozir o'qish, tadqiqot, xizmat va egilik tiklashlarda ajoyib natijalarni yaratgan yuzlagan Uyg'urlar turibdi. Ularning ish izlaridan xabarimiz yo'q. Ulardan bizni mediaga ko'tarib chiqsak, birini mediaga ko'tarib chiqsak, shundoq esildan yuzni paydo qilgan bo'lamiz. İqtisod asoslari degandek darslarni hamma Uyg'ur elish kerak. Ammo undaq bo'lib ketalishi notayin. Bundaq bo'shliqni to'ldiradigan narsa ommaviy ma'rif. Bizda Uyg'ur ma'rif ministrligi yo'q. Chet ellarda chechilib yashayotgan Uyg'urlar bilmisi bo'lmaydigan darslar va bilimlar haqida har sohaning mutaxassislari birlashib, Uyg'urlar bilishga tegishli savodlar degandek bir yurish milliy aqartish programmasini o'ylab chiqishimiz kerak. Hozir to'rlarda xusus media platformlari 10 xilga bas kerak. Abdujelil Qarqashning Sharq Turkiston uchur markazi Uyg'ur tor mediasining otisi. Yalg'iz bir odam bir dona kompyuter bilan shunchalik cho'ng dunyoviy ta'sir qo'zg'ash bir ajoyib kuch. Iqtisod bilimlari bir poyonsiz dengiz. To'rlarda doklad anglash, dars elish, guruh qurish va pul tepish degandaklarning hech qanday cheklimasi yo'q bilim va oltinning xazinasi. Iqtisod shunoslarning roli. Bizning yanchig'imiz quruq bo'g'ini bilan oramizdagi iqtisod o'qigan, egilik tiklagan va tijorat qilayotganlarni jonbaqarlar, shaxsiyatchilar deb yaratmay keldik. Ammo bugun dal ash odamlar bizning qimmatli ustozlarimizdir. 20 yil burun bundaq gapni qilsak, amaliyotga sig'matdi. Bu kunda oramizda o'z oldiga tirmishib o'qib, ishlab, izlanib natija yaratgan va bizga muallim bo'la oladigan nurg'un iqtisod egalari va mutaxassislar maydonga keldi. Ularning dasigan yolg'iz izlari buningdan keyin ko'pchilik agishib mangdigan chig'ir yo'llarga,
və kəlgüsüdə qatnaş ciddi asfalt koçalarga aylındı. Uyğurlar Türk dünyasındakı ən mədəniyyətli millət idi. Moğol istilasında hər qaysı dövlətdəki məmuri işlarını asasən Uyğur baxışılar üstüge alğan. Ögünüşkə qiziqish bizning genimizga singib ketgan ekan. Muşu 20 yıl içinde yaşlarımız içinden acayip talantlı alimler meydana geldi. Chet görümüzdeki başka milletlerge seliştirip kösek, şunun özüdün bu millette ümit barlığını köstüdü. Biz yeterlik izleniş ve oylanışlarını beşimizden keçirdik. Emdi real işlağı atlanmasak bomidi. Bularning içindeki bir muhim mezmun, dikkat merkezimizni iqtisodga, pul tepishga qaratish. Biz hammamiz o'xshamagan darajada ma'lum ideyaviy qilib va bir taraflama tonishlarning kishan va yoki turmusida yashaymiz. İdeyamiz texi azod bo'lmagan ahvolda biz mundaq o'ylaymiz. Uy xotini banka boshqurmaydi. O'lima zavod qurmaydi. Sharq Turkiston jamiyatining raisi to'n go'sht import qilmaydi. O'quvchi bino boshqurmaydi. Professor kan ochmaydi. Muharip cemiyeti öy savdosi qilmaydi degandeklar. Bizni bugünkidek aciz holatga tushirib qo'ygan omillar har xil bo'lsa-mu, shularning ichida muhimi kallamizni tushirib olgan har xil konservativ ramkalar. Yangi ideyani qabul qilmaguncha kallamizda yangi havas va iroda tiklanmaydi. Mangu tomoshabinlardek o'ltirmiz. O'qish. Her bir shaxs qadimimizni avval o'rganishdan boshlashimiz kerak. Avval bilim, andın pul. Kitap o'qish ishimizni boshlashning, davomlashtirishning va oxirlashtirishning oldingi sharti. Mashhur millioner Bill Gates yiliga 50 kitap, Warren Buffett kuniga 500 bet o'qiydi ekan. Tuvanki kitaplar qandoq boy bo'lish haqidagi ommabop ming bir kecha hikoyalar bo'lib, ularni o'qisak va Uyg'urchaga tarjima qilsak, özümüzde düşünce ve heves payda buludu. Bu kitapla mavu. The Millionaire Fast Lane. Your Money, Your Life. The Science of Getting Rich. The Millionaire Next Door. Total Money Makeover. The Money Book for the Young, Fabulous, and broke. Secrets of Millionaire Mind. Think and Grow Rich. Rich Dad, Poor Dad. The Richest Man in Babylon. Bundaq kitaplar jiq, lekin ma bir qanchisini shundaq ko'rsatdi. İngilizce. Mayli biz Brokselda yoki Namanganda bo'layli, İngilizce her bir Uyg'urning birinchi chet tili bo'lishi kerak. İngilizce bir soda tili bo'lib qolmay, Esperantoning o'rnini elayotgan xalqaroliq til. Har qaysi davlatlarning taraqqiyotini globallashish va İngilizcedan iborat bu ikki cho'ng iqimga agashmaganligidan baholashga bo'ldi. İngilizcege teslim bo'lgan Hindiston va Sharq Janubiy Osiyo davlatlari birdek taraqqiy qilib ketdi. Ularning odamlari va kompaniyalari hozirgi zamon iqtisod taraqqiyotining mahsulot, taqsimot, almashtirish, iste'mol va mulozimat qatorliq hamma sohalarida to'solg'usiz uzib yurmoqda. Atalmış davlat tillari Rossiya va Xitoy qatorliq xo'rgi cho'ng davlatlarning muarifini qalaymakonlashtirib etdi. Türkiye mi şundak? Xo'rigi yo'q Indoneziya, Braziliya, Malayziya ve başka Afrika devletleri pat yaqinda oldiga o'tib ketishi mumkin. Bizning tilimiz yumshoq. Fan texnikini Xitoylardek tarjima qilib o'rganishning hojati yo'q. Xitoyda biz asli birdan bir g'arblashgan bir millat edik. 60-yillarga qadar bizning tabiiy fan atalg'ularimizning 80% ve ijtimoiy fan atalg'ularimizning 60% xalqaroliq edi. U ayni zamondagi Chag'atay adabiyotimizning ahvoliga o'xshab ketadi.
Ba'zi Chag'atay g'azallarimizning hatto 90% arab farscha bo'lib ketgan. Xitoylar davlat ichida o'zlaridan madaniyatlik bundaq bir kichik Yevropalikning bo'lishini qabul qilolmadi. Va umi bizga o'ch bo'lib ketishiga bir sababi bo'lib qoldi. Biz burunqi ruscha orqali xalqaralashish modasidan bevosita inglizchadan qabul qilgan yangi odatni tiklishimiz va ota-bovlarimizning g'arblashgan an'anasini mushu yangi yo'l orqali tez asliga keltirib olishimiz kerak. Ma'lum bir xalqarалық atalığını qiynalib uyg'urchalashtirib yoki arab farschalashtirganimiz bizni hargiz qadimdan beri madaniyat yashab kelayotgan bir millat deb isbotlab bermaydi. Chet tildan so'z qabul qilish hargiz tilimizni xunuklashtirmaydi, balki taraqqiy qildirdi. Bu tilshunoslikda isbotlangan. Bu jihatdan ansirmasligimiz va xo'shallik bilan yuzlab, minglab inglizcha atalg'ularni qabul qilishimiz kerak. Ingliz tili savdo tili va munosabat tili bo'lib qolmay, zamonaviy ilm-fanning hamma terminlari inglizcha orqali ifodalanadigan bo'ldi. Shunga ichimizda Uyg'urchani kuchaytsak, sirtda inglizchani kuchaytirishimiz kerak. Qolgan ko'riklardan sakrab o'ssakmi, Uyg'ur ingliz qo'sh tilligimizni bo'shatmasligimiz lozim. Biz dunyodagi yo'qolmaydigan bir qudratli millat bo'lish uchun oldi bilan ingliz tilida puxta bo'lishimiz kerak. Xitoy bizni Xitoycha qo'sh tilga zo'rlasa, chet elda o'zimizni inglizcha qo'sh tilga zo'rlashimiz lozim. Hindistonliklar konferensda inglizcha so'zlashdi. Xalqaro organlarning hammasini hindilar egallab bo'ldi. İngiliz tili buningdan keyingi barliq yuqori qatlam ijtimoiy va tabiiy fanniy hayotimizning jonliq tili bo'lib qoladi. Masalan, ko'z oldimizda igilik tiklash do'lqinni qo'zg'ab olsak, tuvandagi iqtisodiy terminlar kundalik turmushimizda ko'p uchraydi. Masalan, marketing, research, development, safety, manufacturing, finance, accounting, commercial law, regulation, organization, enterprise, management, sales, intellectual property, trade union, real estate, currency exchange, capital investment, trade, stock, bond, interest, mortgage qatorliqlar. Ba'zilar bolalarni hisob bilmaydi deb urdi ekan. Ko'z oldimizdagi igilik tiklash do'lqinda mablag' selish, ishlab chiqarish va savdo-sotiq sohasidagi asosiy nazariya va bilimlarni turli muarif va tashviqot yo'llari orqali Uyg'urlarning ommabop savodiga aylantirishimiz kerak. Bu kasbni o'qiganlar 10 yilga qolmay asosan millioner bo'lib ketadi. Amaliyotda bizning haqiqiy yetakchi kuchimiz mushu sohadagi yoshlar. Paycheck Amerika oilalari solgan eng cho'ng mablag'larning biri bo'lib, ularning yerimi, bo'libmi boylarning 90% paycheck o'ynaydi. Paycheck qimor emas. Uningda jazman bilim bor. Ammo bu janglarda yengib chiqadiganlar 20% bo'lmaydi. Öy mülk paycheckdan qolsa ikkinchi o'rin turadi. Amerikaliklarning 60%ning öy mülki bor va ularning 60%i qarz to'laydi. Yaqindan beri u bara paycheckning o'rnini elvatadi. Eng o'ng'ay payda to'polonda to'qash o'g'irlash. Urush, ofat va krizislar ichida davolg'ib turadigan bu dunyo har doim bizga pul tepishning yaxshi fursatlarini tug'dirib turdi. Tijorat fazilati. Uyg'urning kompaniyalari o'zining qonuniy, pok va halolligi bilan jamiyatda hurmatini tiklashi va saqlashi kerak. Pulni ya qonunsiz qon to'kish bilan yoki qonunliq aql bilan topqili bo'ladi. Tijoratning hilisiga vaqtingni zoya qilmay, tijoratning o'zi bilan shug'ullan. Qo'lingdan kelsa, do'stingning yanchig'idagi oz pulga ko'z solmay, ko'chada saldak eqiyotgan puldan bir sopliq usvol. Boy bo'lish uchun odam ishlatish kerak. Burun italiyaliklar mafiya bo'lib olib, ko'chalarda o'q etib yurgan edi. Keyin undaq ishning qamlashmaydiganligini his qildi. Ba'zi ruslar dastlab kelibla New Yorkda adam o'ltirishga boshladi.
hozir ozildi. Kapitalizmning rahimsiz raqobatlari ichida tartib va axloq fazilatni saqlab qolmoq tez. Pul tepish tez. Ammo topgan pulni qanday xarjlash uningdimi tez. Qanday qilib uni eng savobliq, ahamiyatlik, ehtiyojliq va pul tug'digan yerga xarjlash jiq bilim, fazilat va tajriba ketadi. Israfchilik, so'latvozlik tegi paslarning ishi. Liq bir jo'zi sayni bo'rtib qo'yib, tuzuk yemay to'kib etish o'zining namrat orqa ko'rinishiga qilgan isyon. Yaxshi qo'mondan askarning qornini to'yg'izib, orqa sapni chingdashni obdan biladi. Tashkilotlar uchun jamoatni da'voga chillash o'ng'ay, ammo ularga ko'yinish va boy qilish tez. Yo'qsulga beliq berma, beliq tutishni o'rgatdi. İana, saxovatlar tilamchilikni tug'dirdi. Bu yerda mablag' selish bilan sadaqa berishlarni to'g'ri qilishimiz kerak. Bo'libmi zakot to'plab, xiyonat qildigan derneklardan yiroq turishimiz. Guruhi bo'yilib, aramizda bo'lgunchilik solgan tashkilotlarga qarshi turishimiz kerak. Tashkillanish. Er-xotin shaxsiy pul topimiz degandan bir necha uylik birlashib ish boshlagan unumlik bo'ldi. Men burun turgan uyning ikkinchi qavatida 3 uylik juhud har shanba bir yig'ilib sham yondirib naqsh aytadi. To'xo go'shi pishib yeb bo'lgandan keyin kechicha pulning muzokarasini qiladi. Agar undaq hayot davomlashaversa, shular boy bo'lmay kim boy bo'lmoqchi? Ma'lum bir tijoratni ko'zlaganda o'zim qilamanning o'rniga birga qilayli deganni o'ylashayli. Masalan, har haftada 1-2 qatim yig'ilib muzokaralashsak, 1 yil 50 yig'indan keyin amalga oshmaydigan bir ish bo'larmi? Biz yangi kelgan va yangi kelgan ishsiz Uyg'ur uchun qorong'uda timsiqlab bir ish tepish tez. Ammo ish deb bilib yo'rug'liqqa chiqib olganlar uchun 2-3 qarindishining qo'lini tortish tez emas. Har bir Uyg'urning chatga chiqqan vaqti qilayotgan ishi va o'rni o'xshamaydi. Endi men qachon kelgan, nima ish qildim va qancha Uyg'ur yordam qildim deganning hisobini beradigan kun keldi. Ko'nlar yangilarni tortish, xizmati borlar, xizmati yo'qlarni tortishdek esil milliy fazilatni taqdirlab turish tashkilot, media va liderlarimiz unutib qolsa bo'lmaydigan bir ish. Iqtisodning hamma sohalari ma'lum guruhning monopoliyasida bo'ladi. Ularning ichiga qarindoshlar qo'l tutishmasa kirmak tez yoki mumkin emas. Bu ahvol hatto ba'zi ushaq-tushak kasblardan ko'rildi. Masalan, Washingtonda sheiklar taksi haydaydi, Etiopiyaliklar darvoz boqidi. Shularmi bir-birini tortib kirib olgan xizmatlar. Dunyoda igilik jiq va shundoq igiliklarni tiklashga bo'ladigan fursatlarmi jiq. Bir tijoratchining hurmati uning qandoq fursat bilan boy bo'lganligi emas, qancha Uyg'urni boy qilganligida. Tijorat bir raqobatdir. Biz bir yaxshi igilikni tiklab olgan bo'lsak, o'zimizga dushman tiklab, shu igilikni boshqa Uyg'urlar orasida kengaytamdiq yoki hech kimni yo'latmay o'zimizni qo'g'damdiq. Qarindoshlarimiz yordam qo'lini sunsa, qirg'oqqa chiqib olgandan keyin tuzkorlik qilamdiq yoki rahmatini haslab yondirib, o'zimizmi boshqalarga yordam qilamdiq. Bular har birimizning shaxsiyatiga va millatning saposiga bog'liq ishlar. Qarindoshlar orasida do'stlik, amroqlik va ishonch, hamkorlikni tiklash, bo'libmi mush kunlarda dard alamga to'shib ketgan xalqimizning qalbi uchun yo'qotgan yurt va o'lgan tuqqanlarimizning o'rnini to'liqlaydigan bir tasalli. Trust. G'arb iqtisod taraqqiyotidagi bir yaxshi xislat shuki, u davlatlardagi odamlar va kompaniyalar o'rtasida trust, ya'ni ishonchlik hamkorlik tiklangan. Yapon jamiyatidami trust kuchli. Bu yerda raqobat bilan hamkorlikning dialektik munosabatini to'g'ri o'rlashtirish va ust birlikni to'g'rizish kerak. Mablag' yoki iyoniga xiyonat qilish ikki dunyolik harom ish. Biz ishni xiyonatdan boshildik. Endi xalq pul chiqarishdan qo'rqadigan, qorinlardan boshqasiga bermaydigan bo'lib qoldi.
Buningdan keyin Uyg'urlarni undaq sat ishni hargiz qilmaydigan bir da'vo axloqi qonunni tiklab qo'yishimiz kerak. Men 1991-yili Olmaotada olgan Uyg'ur uyini Yo'ldosh Azamatov deganlar yeb ketdi. Hali ham turibdi. İstanbul'daki Sharq Turkiston vahbi va Washingtondagi Uyg'ur madaniyat markazi haqida mish-mish gaplar jiq. Bularning hisobotini aniq berib, to'smini oshmig'icha suv mangmaydi. Bo'lmasa, bu kamgacha 30 uy elinib bo'lgan bo'ladi. Men ishonamanki, tashkilotlarimiz qanot yaydirgan bu dunyoviy xarakterlik inqilob, ziyolilarimiz boshqa turib planlagan bu cho'ng strategiyalik programma, iqtisodchilarimiz o'z qo'llari bilan yetaklagan yangi egiliklar pat yaqinda Uyg'urlar qurgan oliy bilim yurtlarini, Uyg'urlar sağgan egiz binolarni, Uyg'urlar ochgan banklarni, Uyg'ur doktorxonalarni, Uyg'ur zavodlarini ishlab chiqargan mallarni, Uyg'urlar tiklagan xalqaro kompaniyalarni va fazilatlik qaynoq Uyg'ur shaharlarini maydonga keltirdi. 2020-yil 7-oy.